27-sentyabr kuni Jizzax viloyatining Go'zal Baxmal tumanida milliy meva bayrami olma sayli bo'lib o'tdi. Tadbir bo'lishi haqidagi xabarni olishimiz bilanoq biz Agroolam jamoasi zudlik bilan u yerga yetib bordik. Tadbir Agrobank tashabbusi va Baxmal Agrostar loyihasi doirasida tashkil etildi. Saylga olimlar, agronomlar, bog'bonlar va yuzlab mehmonlar tashrif buyurdi. Saylning asosiy maqsadi olma yetishtirishda yangi navlar va innovatsion bog'dorchilik imkoniyatlarini namoyish etish, bog'bonlarni rag'batlantirish va xalqimizning sevimli mevasi bo'lgan olmani keng targ'ib qilishdan iborat bo'ldi. Tadbirda agro in vitro laboratoriyasida ko'paytirilgan ko'chatlarni in vitro usulda ko'paytirish texnologiyasi tadbir qatnashchilariga tanishtirildi. Agrolab esa tuproq va ko'chat sifatini tahlil qilish bo'yicha innovatsion yechimlarni taqdim etdi. Mahalliy bog'bonlar esa o'z yetishtirgan mahsulotlarini ko'rgazmali yarmarkada namoyish qildilar. Olma sirka, sharbat, qoqi va boshqa mahsulotlar tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Meni qoyil qoldirgan tomoni Agrobank nafaqat moliyaviy xizmat ko'rsatmoqda, balki qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Joriy yilning 9-avgust kuni Samarqandda o'tkazilgan Anjil sayli buning yorqin isbotidir. Olma sayli esa nafaqat bir bayram, balki bog'bonlar mehnatini qadrlash, innovatsiyalarni ommalashtirish va Baxmalning go'zalligini yanada keng targ'ib qilishga xizmat qildi.